Bugungi videoda biz 4 ta klassik playerni open pack qilib ochib ko'ramiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz challenge akkauntimizda klassik playerlargacha 0 dan bonuslarni olib chiqamiz. Umuman olinmay turibdi. Где-то 90 mingtagacha dream pointlar yig'ilgan. Klassik playerlarni ochib open pack qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Anunda videomizni boshladik. Ana bismillahirrohmanirrohim deb boshladik ochishni. 250 tanga, oq kuchaytirgich fitness, 25 ta olmos, rare guach, special quick agent 300 tanga, dream point boost, rare scout 30 ta olmos, legendarniy davolaydigan xullas shunaqa 400 ta tanga, legendarniy scout, rare dream point boost, legendarniy misio, legendarniy from boss, yana bitta agent, yana bitta legendarniy davolaydigan 500 tanga, yana bitta quick scout, fitness coach 50 ta olmos va klassik playerga ham yetib keldik. Agarda bizga Batistuta yoki Trezeguet tushmasa, keyinchalik uni sotib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Desayli yoki boshqa birortasi tushsa. Va bismillahirrohmanirrohim deb ochdik. Batistuta emasga o'xshaydi. Trezeguetmikin? Himoyachi. Yana Desayli tushdi shekilli. Desayli. Hech qisi yo'q, sotib yuboramiz. Legendarniy klassik kuchaytirgich bo'ladi. Hech nima qilmaydi, xudo xohlasa sotib yuboramiz buni. Jigarlar, videomizni qiziq joyi ham mana 2,5 minutda tamom bo'lib qoldi, chunki cho'zib o'tirmayman unaqa keraksiz gaplar bilan. Endi videomiz qisqa bo'lib qolmasligi uchun, bachkana bo'lib qolmasligi uchun sizlarga foydali ma'lumotlardan berib o'taman. Keyingi keladigan klassik o'yinchilarni rasmlarini ko'rsatib tanishtirib o'taman sizlarga hozir. Keyingi sezonda xuddi mana shu ekranlaringizda ko'rib turgan klassik playerlar kelar ekan. Dennis Bergkamp, Desayli, Rivaldo va O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro 86 reytingda. Dalasini bitta joylari juda asabni buzadi. Mana Bergkampni klassik playerdan necha marotaba kelishi, 3 mi, 4 mi marotaba kelishi, Desaylini esa 2-chi marotaba, Rivaldoni ham 2-chi marotaba, Fabio Cannavaro esa 1-chi marotaba kelyapti, lekin 86lik kartasi juda ajoyib karta. Himoyachilar o'zi kuchli himoyachilar dalasida kamroq edi. Fabio Cannavaro ham endi hammaga kerakli himoyachi bo'lar ekan. Rivaldo ham yarim himoyachilar ichida yaxshi, yarim himoyada yaxshi turadi. Yana bitta plus, bu yerda 83-84 reytingli o'yinchilardan qo'ymagan dalasi 85 va 86. Ana uchtasi 85. Cannavaro esa 86 bo'lib juda ajoyib qilib dalasi ham bu safar Dallas o'ynayotganlarni o'ylagan. Endi esa bu klassik playerlarimizning har biri haqida alohida ma'lumot berib o'tsam. Birinchi bo'lib Dennis Bergkampdan boshlaymiz. Dennis Bergkamp futbol tarixidagi eng texnik va aqlli hujumchilardan biri hisoblanadi. Uni ko'pchilik The Iceman, muz odam laqabi bilan biladi. Chunki u maydonda juda sovuqqon o'ynagan. Tug'ilgan sanasi va joyi. Tug'ilgan sanasi 10-may 1969-yil. Tug'ilgan joyi Amsterdam, Niderlandiya. Qaysi klublarda o'ynaganligi?
Ajax klubida o'ynagan. 1986-yildan 1993-yilgacha 185 ta o'yin o'ynagan, 103 ta gol urgan. Futbol yulduziga aynan shu yerda aylangan. Inter Milanda ham o'ynagan, 52 ta o'yin, 11 ta gol. Italiyada o'ynagan va UEFA Kubogini yutgan futbolchi. Arsenalda ham o'ynagan, 300 dan ortiq o'yin, klub afsonasiga aylangan. Ko'pchilik uni Arsenal tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri deb hisoblaydi. Yutgan sovrinlarga keladigan bo'lsak, Ajax bilan bir marta Eredivisie Gollandiya chempionatini qo'lga kiritgan, 2 marta KNVB Cupni qo'lga kiritgan, 1 marotaba UEFA Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan. Bir marta European Cup Winners Cupni qo'lga kiritgan. Inter bilan 1 marta Chempionlar Ligasini, Arsenal bilan esa 3 marta Premier Ligani, 3 marta FA Cupni, 3 marta Community Shield degan kubokni qo'lga kiritgan. 2003-2004-yilgi mashhur mavsumida mag'lubiyatsiz chempion bo'lgan. Terma jamoa faoliyati: Niderlandiya National Football Team safida 79 ta o'yin, 37 ta gol urgan. 1988-yilgi Jahon chempionatidagi Argentinaga urgan goli futbol tarixidagi eng chiroyli gollardan biri sifatida eslanadi. Marcel Desailly futbol tarixidagi eng kuchli himoyachilardan biri hisoblanadi. Uni ko'pchilik The Rock, qoya laqabi bilan biladi, chunki u juda kuchli, jismonan baquvvat va himoyada deyarli yengilmas futbolchi bo'lgan. Tug'ilgan sanasi va joyi: Desailly 7-sentyabrda 1968-yilda tug'ilgan. Tug'ilgan joyi esa Akkera, Ghana, Fransiyaning. Keyinchalik Fransiya fuqaroligi olgan va Fransiya terma jamoasida o'ynagan. O'ynagan klublari: Nantes klubida o'ynagan, professional faoliyatini shu klubda boshlagan. Marseyli klubida ham o'ynagan, Olympique degan klubda ham o'ynagan ekan. 1993-yilda Chempionlar Ligasini yutgan ekan. Qolaversa, AS Milanda ham o'ynagan ekan. Faoliyatining eng yorqin davrlaridan biri ekan. Xuddi mana bu kartasi ham AS Milanda o'ynagan paytlardagi kartasi ekan bu ham. Faoliyatining eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan, dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylangan. Chelsea klubida ham o'ynagan ekan, klub sardori bo'lgan, Chelsea afsonalaridan biri hisoblanadi. Al Jirafa degan klubda ham o'ynagan ekan. Qatar klubida ham o'ynagan ekan. Shu klubda faoliyatini yakunlagan ekan. Sovrinlari: FIFA World Cup, Chempionlar Ligasi Euro, FIFA Confederations Cup, FIFA Confederations Cupdan 2 ta yutgan ekan. UEFA Chempionlar Ligasi, yana UEFA Chempionlar Ligasi, juda ko'p sovrinlar yutgan ekan bu. 4 ta 5 ta yutgan ekan. Terma jamoadagi statistikalari: Fransiya safida 116 ta o'yin, 3 ta gol urgan ekan. Bu ayanchli lekin himoyachiga bo'ladi. U 1998-yilda Jahon chempionati va 2000-yilda Yevropa chempionatini yutgan mashhur Fransiya avlodining asosiy himoyachilaridan biri bo'lgan. Qiziqarli faktlardan biri: ko'pchilik futbol mutaxassislari Desaillyni tarixdagi eng yaxshi markaziy himoyachilar qatoriga qo'shadi. Hatto 442.com ham uni Fransiyaning eng buyuk futbolchilari ro'yxatiga kiritgan. Rivaldo futbol tarixidagi eng buyuk braziliyalik futbolchilardan biri. U chap oyog'i, uzoq masofadan bergan zarbalari va ajoyib driblinglari bilan mashhur bo'lgan.
1999-yilda dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. 1972-yil 19-aprelda Braziliyaning Represa viloyatida yoki qishlog'ida tug'ilgan. O'ynagan klublari: Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruña, Barcelona, AS Milan, Cruzeiro, Olympiakos, Bunyodkor, keyinchalik yana bir nechta klublarda o'ynagan va 2015-yilda faoliyatini yakunlagan. Eng katta sovrinlari: Braziliya bilan FIFA World Cup 2002-yilda, Copa America 1999-yilda, FIFA Confederations Cup 1997-yilda. Barselona bilan 2 marta La Liga, Copa del Rey, UEFA Super Cup'ni yutgan. AS Milan bilan esa UEFA Chempionlar Ligasi, Coppa Italia, Olympiakos bilan 3 marta Gretsiya chempioni, 2 marta Gretsiya kubogi. Bunyodkor bilan 3 marta O'zbekiston chempioni, 2 marta O'zbekiston kubogi. Shaxsiy sovrinlari: Oltin to'p 1999-yil, FIFA World Player 1999-yil, Copa America 1999 eng yaxshi futbolchisi. Terma jamoa statistikasi: Braziliya safida 76 ta o'yin, 35 ta gol. Qiziqarli fakt: Rivaldo 2008-2010-yillarda Toshkentning Bunyodkor klubida o'ynagan va O'zbekiston tarixidagi eng mashhur legionerlardan biri hisoblanadi. Fabio Cannavaro futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri hisoblanadi. U 2006-yilda Italiya terma jamoasini jahon chempionligiga olib chiqqan sardor bo'lgan va shu yili Oltin to'pni ham yutgan. Himoyachi bo'la turib bu sovrinni qo'lga kiritgani uni yanada afsonaga aylantirgan. U Italiyaning Naples shahrida 13-sentyabrda 1973-yilda tug'ilgan. Qaysi klublarda o'ynaganligi: Napolida, Parmada, Inter Milan, Juventus, Real Madrid, yana Juventusda o'ynagan. 2 marotaba Al Ahli shu klubda futbolchi faoliyatini yakunlagan futbolchilik faoliyatini. Sovrinlari: Italiya bilan FIFA World Cup, UEFA U21 Championship dan 2 ta yutgan ekan. Parma bilan UEFA Cup, 2 marta Copa Italia, Italian Super Cup. Real Madrid bilan La Liga, 2 ta Ispaniya Super Cup'ni ham yutgan ekan. Shaxsiy sovrinlari: Oltin to'p 2006-yilda, FIFA World Player of the Year 2006-yilda eng yaxshi futbolchi bo'lgan. World Cup Silver Ball 2006 sovrinini ham qo'lga kiritgan. Cannavaro hozircha Ballon d'Or yutgan eng mashhur himoyachilardan biri bo'lib turibdi. Ballon d'Or degani oltin to'p, hayron bo'lib o'tirmanglar. Terma jamoa statistikasi: 136 ta o'yin, 2 ta gol. U Italiya tarixidagi eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilardan biri hisoblanadi. Qiziqarli fakt: 2006-yilgi jahon chempionatida Italiya butun turnir davomida atiga 2 ta gol o'tkazib yuborgan. Reddit'dagi ko'plab futbol muxlislari Cannavaroni o'sha turnirdagi eng dominant himoyachilardan biri deb hisoblashadi va uning o'yinlari himoya master-klassi deb atashadi. Yana bitta qiziq tomoni: hozirda Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi sifatida jahon chempionatiga yo'l oldi. Agarda shu videomiz 200 ta like yig'sa, O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida video chiqaraman. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videomiz sizga ozgina bo'lsa ham foydasi tekkan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.
Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.